2026 yilgi Mercedes-Benz C-Class modeli zamonaviy avtomobil sanoatining eng muvozanatli, eng talabgir va eng ko'p sotiladigan biznes-klass sedanlaridan biri sifatida yana bir bor o'z mavqeini mustahkamladi. Ushbu model nafaqat tashqi ko'rinishi, balki texnologiyalari, qulayligi, xavfsizligi va haydash zavqi bilan ham yangi bosqichga ko'tarildi. 2026 Mercedes C-Class o'zida premium sifat, sport xarakter va kundalik foydalanish uchun qulaylikni mukammal uyg'unlashtirgan avtomobil bo'lib, yoshlar, oilali haydovchilar va biznes egalari uchun birdek mos keladi. Yangi C-Class tashqi dizayni yanada keskin va nafis chiziqlarga ega bo'ldi. Old qismi kengroq radiator panjarasi bilan bezatilgan bo'lib, Mercedes yulduzi markazda yanada yirikroq ko'rinishga ega. LED texnologiyali faralar ingichka va agressiv shaklga ega bo'lib, avtomobilga zamonaviy va sport ruhini beradi. Kunduzgi yoritish chiroqlari yangi grafik dizaynda ishlangan va uzoq masofadan ham tanib olish mumkin. Old bamper sportchi havo kirish teshiklari bilan boyitilgan bo'lib, bu nafaqat dizayn, balki aerodinamika uchun ham muhim rol o'ynaydi. Yon tomondan qaralganda, 2026 Mercedes C-Class uzunroq kapot, qisqaroq orqa qism va muvozanatli proporsiyalar bilan ajralib turadi. Kuzov chiziqlari silliq va oqimli bo'lib, shamol qarshiligini kamaytirishga xizmat qiladi. Yangi dizayndagi yengil qotishmali disklar avtomobilga yanada qimmat va sport ko'rinish bag'ishlaydi. Orqa qismda esa LED orqa chiroqlari yanada tor va cho'zilgan shaklda bo'lib, tun qorong'usida juda chiroyli yorqinlik beradi. Bagaj qopqog'idagi xrom elementlar va Mercedes yozuvi avtomobilning premium sinfga mansubligini ta'kidlaydi. Salon dizayni esa haqiqiy texnologik inqilobni eslatadi. 2026 C-Class ichki qismi S-Class va F modellardan ilhomlangan bo'lib, minimalizm va yuqori texnologiyalar uyg'unligida yaratilgan. Markaziy konsolda joylashgan katta vertikal sensorli ekran bu multimedia tizimining so'nggi avlodiga ega. Ushbu ekran orqali navigatsiya 2026 Mercedes C-Class dvigatel variantlari ham juda keng tanlovni taklif etadi. Benzin va dizel dvigatellardan tashqari, yumshoq gibrid va plug-in gibrid variantlar ham mavjud. Benzin dvigatellari 1.5 va 2.6 litrli turbo motorlar bilan jihozlangan bo'lib, ular yuqori quvvat va yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Dizel dvigatellar esa uzoq masofalar uchun ideal bo'lib, past yoqilg'i sarfi va kuchli moment bilan ajralib turadi. Yumshoq gibrid texnologiyasi elektr motor yordamida tezlanishni yanada silliq qiladi va yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Plug-in gibrid versiya esa faqat elektr rejimida ham bir necha 10 kilometr masofani bosib o'tish imkonini beradi. Bu esa shahar ichida ekologik toza va tejamkor haydashni ta'minlaydi. Transmissiya sifatida 9 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi qo'llanilgan bo'lib, u juda silliq va tez ishlaydi. Haydash sifati borasida 2026 C-Class o'z sinfidagi eng qulay avtomobillardan biri hisoblanadi. Osma tizimi yo'l notekisliklarini yaxshi yutadi, urinishlarda esa avtomobil barqarorligini saqlab qoladi. Sport rejimida rul boshqaruvi yanada aniqroq va keskinroq bo'ladi. Bu esa haydovchiga maksimal nazorat hissini beradi. Turli haydash rejimlari orqali avtomobil xarakterini haydovchi o'z xohishiga ko'ra sozlashi mumkin. Xavfsizlik tizimlari esa Mercedes an'analariga mos ravishda juda yuqori darajada. 2026 C-Class avtomatik tormozlash, piyodalarni aniqlash, adaptiv cruise control, yo'l bo'lagini ushlab turish, kor nuqtani kuzatish va haydovchini charchoqdan ogohlantirish kabi ko'plab zamonaviy yordamchi tizimlar bilan jihozlangan. Bu tizimlar nafaqat haydovchi va yo'lovchilarni, balki yo'l harakati ishtirokchilarini ham himoya qilishga xizmat qiladi. Multimedia va ulanish imkoniyatlari ham juda rivojlangan. Apple CarPlay va Android Auto simsiz tarzda ishlaydi. Ovozli boshqaruv esa haydovchining buyruqlarini tez va aniq tushunadi. Burmester Premium audio tizimi salonni konsert zaliga aylantiradi. Navigatsiya tizimi real vaqt rejimida yo'l